Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, bizni muntazam kuzatib boruvchilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun Qo'yda baraka savdo markazimizga shunday ozg'in, shunday mehrga muhtoj qo'chqorcha kelib qoldi. Bozorda o'g'ilcha bilan yurganimizda o'g'ilchani istagiga binoan shu juda mehr talab, juda oriq, yurgani ham yaramaydigan qo'ziga ko'zi tushdi-yu, shuni boqqisi keldi. Xudo xolasa buni birgalikda hammamiz boqamiz. Buni tarozga qo'yamiz. Hozir bugun kelgandagi holati nechkilaligini bilishimiz uchun o'g'ilchani tarozdan chiqarib qo'yganmiz, tarasini. Xudo xolasa 31 kilo. Sekin qo'y. Mana junlarini olib boshladik. Bizni muntazam kuzatib boring. Har hafta shu qo'yimiz to'g'risida informatsiyalarni berib, qanaqa licheniya qilinayotganini, nima ozuqalar bilan boqilayotganini, haftada qancha o'zgarayotganini bilib borasizlar. Bizga obuna bo'ling, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Duo qilib turasizlar. Xudo xolasa shu o'g'ilchani yuzi yorug' bo'lsin. O'zi ko'zlagan natijaga erishsin.